10x mexanika olib haydasangiz, ma'lum bir kilometr bosib o'tgandan keyin birinchi ustaxonaga nima problema bilan, nima dard bilan borasiz aka? Bilasizmi? Juda ko'pchilik biladi, splena yo'qolib qolishi, splenani qildirib ustaxonadan chiqib ketgandan keyin yana yo'qolib problema bo'lishi, vijimnoy qo'yib yuborish, glavni qo'yib yuborish, sanni qo'yish, shunaqa problemalar juda ko'p 10x mexanikada. Bunga yechim topdik demayman, bizdan oldin topish bo'lgan, biz bilmayin, oxirgilardan bo'lsa kerak. Prosta videolarimiz sonini shunaqa video bilan bittaga ko'paytirib qo'yaman. Akalar, mana bitta 10x da xudo xolasa Nexia'ni vilkalariga moslayapmiz. Natija xudo xolasa go'zal bo'ladi inshaalloh. Sababi mana yangi mashina, eski mashina emas. Qilib tayyorlayapmiz. Mana o'zinikini 10x minadiganlar, usta aka-ukalar biladi mana. Shunaqa narsa bo'ladi. Mana tepalari ham xudo xolasa ichi peredelki ishlari bor. Qilib tayyorlab, chiroyli qilib yurgizib beramiz. Bo'lgandan keyin yana bitta video qilamiz. Xudo xolasa sizlar ungacha mashinangiz bo'lmasa, mashinangiz bo'lsa, qizig'i yo'q. Obuna bo'lib qo'ying, like bosib tursangiz, kerakli video ba'zi chiqib qoladi bir kun. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etib 10x mexanika olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'ying.